Menda bu zinak bormi o'zi bu zinak? Hamma yoqda ham yo'q bunda. Yaqinda haydovchilarimiz orasida o'tkazgan so'rovnomamizda eng ko'p uchraydigan va eng ko'p yo'l transport hodisalariga sabab bo'ladigan yo'l belgilarini ba'zi haydovchilar bilmasligiga guvoh bo'ldik. Nima degani bu? Yo'l belgisi asosiy yo'lda, mana asosiy yo'l deganda Mashinaga yo'l qo'yilmasligi kerak degan bo'lsa kerak. Mana bunaqa turish kerak-da u. Muhokamalarga sabab bo'lgan aynan mana shu belgilar haqida bugun to'liq ma'lumot beramiz. Siz ko'rib turgan bu belgi 2-tor, ya'ni yo'l bering belgisi. Chorrahada asosiy yo'ldan kelayotgan transport vositalariga yo'l berish majburiyatini bildiradi hamda chorrahada yoki asosiy yo'lga chiqish oldidan qo'yiladi. Bunda siz asosiy yo'ldan kelayotgan avtomobillarni birinchi o'tkazib, keyin harakatlanishingiz kerak. Bu esa 2-1, ya'ni asosiy yo'l belgisi. Ushbu belgining ta'sir doirasida harakatlanayotgan bo'lsangiz